Assalomu alaykum. Namangan taxta bozori kuzatuvchilari. Bizga yana 4 metrli shpondli bolli taxtalarimiz keldi. Shularning taxtani holati bilan, narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Video davomida sizlar undan oldin videomizga bir dona like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa video davomida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Hop, bu taxtamiz razmeriga keladigan bo'lsa, shpondagi yangi holati 12, qalinligi 2, uzunligi 4 metrli, quruq, suxoy shpondli bolli taxta. Xudo xolasa taxtamiz holatlari zo'r, chiroyli, bir tekisda. Zavodskoy taxtadan ochilgan. Xudo xolasa ichlari ham bexijolat. Garbili tushgan butog'lari chiqmaydi, vannasi hammasi shunaqa bir tekisda. Xudo xolasa zo'r holati. Tig'lari ham yumaloq tig'da ochilgan. Xudo xolasa choklar bir-biriga tushishi. Xudo xolasa zo'r, qiynatmaydi. Sifatlari xudo xolasa a'lo darajada. Mana randalari ham xudo xolasa chiroyli, zo'r chiqqan, akkuratni bir tekisda. Shpondlari ham bir-biriga tushishi zo'r. Bu taxtamizning narxini donasini 48 ming so'mdan qilib beramiz. Razmeri 12, qalinligi 2, uzunligi 4 metrli. Bundan tashqari yana boshqa razmerlarimiz ham bor. Qalinroq so'ragan mijozlarimiz uchun. Hop, eni 11,5, qalinligi 2,5, uzunligi 4 metrli. Bu ham quruq suxoy. Zavodskoy taxtadan ochilgan. Shpondlari ham tushishi, xudo xolasa zo'r. Tig'lari ham yumaloq tig'da ochilgan, akkuratni. Bir tekisda ochilgan. Sifatlari zo'r, katta butog'lari, garbili, vannasi, arra o'ynagani chiqmaydi. Sifati bexijolat. Bu taxtamizning narxini 60 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin bundan boshqa razmerlarimiz ham bor. Bunisi 9 ga 2ligi, uzunligi 4 metrli. Buni puli qulayroq, arzonroq. Buni ozgina sal afzali bor. Xudo xolasa buni ham shpondlari tushishi joyida. Xudo xolasa yaxshi, sal afzal bor ozgina. Lekin narxi arzon. Buni narxini 32 ming so'mdan qilib beramiz. Bundan boshqa yana boshqa razmerlarimiz ham bor. Bunisi 14 ga 2,5, uzunligi 4 metrli. Buni narxini 70 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin mana yangi partiyalari keldi, xudo xolasa. Buni razmeri shpondagi yangi holati 92 qolgan, qalinligi 1.8 chiqadi. Uzunligi 4 metrli. Bu ham quruq suxoy taxtadan, zavodskoy taxtadan ochilgan, sifatlari zo'r. Xudo xolasa ichlarigacha ishonchli. Bu taxtamizning narxini 36 ming so'mdan qilib beramiz. Bundan boshqa keyin masalan eni kengroq so'ragan mijozlarimiz uchun bu taxtamiz eni 12 ga 7, qalinligi 1.9 chiqadi, uzunligi 4 metrli. Bu ham zavodskoy taxtadan ochilgan. Xudo xolasa shpondlari zo'r, bir-biriga tushishi. Yumaloq tig'da ochilgan, yo'llarida tushgan butog', vannalari yo'q. Sifatlari a'lo darajada. Pachkan ichlari ham bexijolat. Ochib ko'rib olamiz deganlar uchun pachkan ichini yechib ko'rsatib beramiz. Randalari ham idealni, xudo xolasa bir tekisda chiqqan. Bu taxtamizning narxini 53 ming so'mdan qilib beramiz. Zavodskoy taxta. Defekti yo'q, xudo xolasa bexijolat. Keyin bog'da yana boshqa razmerlarimiz ham bor. Bunisi eni 12, qalinligi buni ham 1.8 chiqadi. Uzunligi 4 metr. Bu ham xudo xolasa yaxshi, chiroyli, sifatli. Buni narxini 48 ming so'mdan qilib beramiz.
Keyin bunisi ham bu razmerimiz ham bor. Bu razmerimiz 11, eni 11 qolgan. Qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. Bu ham xudo xolasa holatlari yaxshi. Narxi arzonroq chiqadi. Buni narxini 42 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Keyin tashqari mana yana 11 ga 2 ligimiz ham bor. Eni 11, qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. Buni ham holatlari zo'r. Ichlari behijolat. Bandalari ham zo'r, chiroyli, sifatli, idealni chiqqan. Garbili, katta butog'i, yonlarida tushgan butoqlari yo'q. Shpuntlari ham bir tekisda, akkuratni ochilgan. Bu taxtamiz narxini 45 ming so'mdan qilib beramiz. Razmerlari 11, qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa ishingdan chiroyli, sifatli qilib bitkazib beramiz. Manzilimiz Namangan shahar, Shamshiboy taxta bozori. Joylarimiz 2-darvozadan kirganda 3-yo'lani boshida 576-577 joy. Xudo xolasa bundan pol taxtadan boshqa barcha narsalarimiz bor. Mana lapshalarimiz ham bor. 8 ga 2 lik 4 metrlik. Buni ham holati zo'r, sifati zo'r, garbili, abzuli, vannasi chiqmaydi. Xudo xolasa defekt yo'q, hammasi chiroyli, to'rtburchak. Buni narxini 26 ming so'mdan qilib beramiz. Bundan tashqari strapillarimiz ham bor. Zavodskoy strapil, eni 13, qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrlik. Zavodskoy. Quruq suvoq ichida defekti, garbili, katta butog'i, valnasi chiqmaydi. Sifatlari behijolat. Bosh quti bir xil mana shunaqa chiroyli to'rtburchak. Biz buni orqasini ham ko'rsataman. Taxtamiz orqasi. Garbili, abzorlari yo'q, hammasi bir tekisda. Xudo xolasa sifatlari zo'r. Ichlari ham behijolat. Bu taxtamizni narxini 78 ming so'mdan qilib beramiz. Quruq suvoq. So'shilga kirib chiqqan. 13 ga 3,5lik, uzunligi 4 metrlik. Suvoq strapili. Bundan tashqari Lestva lagalarimiz ham kelgan. Razmerlari 14. Razmeri eni 14, qalinligi 4, uzunligi 4 metrlik. Lestva lagaga to'singa ishlaydigan taxta. Xudo xolasa buni ham holati zo'r, chiroyli to'rtburchak, zavodskoy taxta bu ham. Bu taxtamizni narxini 105 ming so'mdan qilib beramiz. Eni 14, qalinligi 4, uzunligi 4 metrlik. Lestva taxtamiz buni 105 ming so'mdan qilib beriladi. Keyin shu taxtamizda mana Lestvagamiz 3 metrligi ham bor. 3 metrlik kichkinaroq uylarga, lagaga ishlatgani. Eni 12,5, qalinligi 4, uzunligi 3 metrlik Lestva. Buni narxini 65 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa kimga taxtadan nima kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa ishingdan chiroyli, sifatli qilib bitkazib beramiz. Telefon nomerlarimiz 91 361 0203. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqib zakaz berishingiz mumkin. Ishingdan chiroyli, sifatli qilib bitkazib beramiz. Oldindan to'lovlarimiz yo'q. Xudo xolasa taxtani uyingizga borganda ko'rib, qabul qo'yilib, keyin shofyordan pulini berib yuborasizlar. Kim kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar.